Assalomu alaykum hammaga. Demak, Tavba bo'yicha 11-darsimizda ushbu darsda biz sizlar bilan buyurtmalarda holatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni tovarga to'lov qilgandan keyin ular qaysi bo'limga o'tishi, qanday holatda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun pastdagi ushbu tugmani bosamiz. Hop, bu yerga kirganimizdan so'ng buyurtmalar holatini ushbu 5 ta bo'lim orqali ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu bo'limlar nima va nima uchun xizmat qilishini men sizga birma-bir tushuntirib o'taman. Demak, birinchi ushbu belgilagan bo'limimiz bu tovarlarni buyurtma berish jarayonida to'lov bilan bo'lgan muammoli holatlarda buyurtmalaringiz ushbu bo'limga o'tadi. Ya'ni to'lov amalga oshmasa yoki hisobingizda pulingiz kam bo'lib to'lov qila olmasangiz, har qanday to'lov bilan bog'liq muammoli holatlarda buyurtmalaringiz ushbu bo'limga kelib tushadi. Hop, ikkinchi bo'lim esa buyurtmalaringiz to'lov va muvaffaqiyatli o'tgandan keyin muammosi bo'lmasa, to'lov muvaffaqiyatli o'tsa, ushbu buyurtmalaringiz ushbu bo'limga kelib tushadi. Hop, undan keyin buyurtmalar to'lovingiz muvaffaqiyatli o'tdi. Endigi etap sotuvchi siz bergan manzilga tovarlaringizni jo'natish kerak bo'ladi. Sotuvchi siz buyurtma qilgan tovarni siz bergan manzilga jo'natgandan keyin ushbu tovarlar bu bo'limga kelib tushadi. Ya'ni ushbu ko'rgan moshincha bo'limda sotuvchilar jo'natgan tovarlar ushbu bo'limga kelib tushadi. Hop, keyingi bo'lim bu bo'lim esa tovarlaringiz siz bergan manzilga yetkazib berilgandan keyin, ya'ni pochtalardan yetkazib berildi belgilagandan keyin qanchadir muddatda, har xil ba'zi magazinlarniki 7 kunda, ba'zilarniki 10 kunda, ba'zilarniki 15 kundan keyin yetkazib berilgandan keyin tovarlar ushbu bo'limga o'tadi. Bu tovar esa sizni mahsulotni olgan mahsulotingiz haqida sizdan fikr so'raydi. Ya'ni tovar haqida fikringiz yoqdimi, yoqmadimi, har xil shunaqa attiv so'raydi. Bu attivlar bilan esa sotuvchining reytinglari shakllanadi. Va oxirgi bo'limimiz esa ushbu tovarlar qaysidir buyurtmalaringizda, masalan, siz fikringizdan qaytib yoki boshqa bo'lib pulingizni qaytarib olishga so'rab yuborganingizda yoki sotuvchida shu tovardan qolmagan bo'lsa yoki boshqacha muammolar bo'lsa, sizga pulingizni qaytarib beradigan holatlarda tovarlar ushbu 5-oxirgi bo'limga o'tadi. Va bularni barchasini ko'rish mumkin. Hop, ushbu bo'limga kirganingizda esa siz ushbu sanagan 5 ta holatlarimizdagi tovarlarning barchasi ushbu oxirgi tugmani ko'rsatgan belgimizda o'sha bo'limda kelib chiqadi. Ya'ni to'lov bilan bo'lgan muammolar ham, muvaffaqiyatli to'lovlar bo'lganda ham, sotuvchi jo'natgan, jo'natmagan hammasi ushbu bo'limdan ko'rsangiz bo'ladi. Demak, 11-darsimiz shundan iborat edi. Yana bir marta qaytarib o'tamiz. Birinchi bo'lim to'lov bilan muammo bo'lgan holatlardagi tovarlar birinchi bo'limda bo'ladi. Masalan, kirib ko'rsatamiz. Shu masalan chexolni biz buyurtma berish kirganimizda, lekin to'lov qilmasdan chiqib ketganmiz. Shuni hisobga birinchi bo'limda turibdi. Ya'ni sizni to'lov qilishingizni kutyapti ushbu tovar. Ikkinchi bo'limda esa muvaffaqiyatli to'lov bo'lganlar, ya'ni buni oldingi darsimizda ushbu tovarni buyurtma bergan edik. Muvaffaqiyatli to'lov bo'lgan ushbu bo'limda turibdi. Demak, bundan keyingi etap sotuvchi sizni tovaringizni siz bergan manzilga jo'natishi bo'ladi. Hali bizda unday tovar bo'lmagani uchun ushbu bo'limda hech nima ko'rinmayapti. 4-bo'limimizda esa bizdan oldin sotib olgan tovarlarimiz haqida attiv so'ramoqda. 5-bo'limimiz pulni qaytarib berish uchun so'rab yuborilgan tovarlar bo'ladi. Bizda hali bunaqa tovarlar mavjud emas. Shuning uchun bu yerda ham hech nima yo'q. 11-darsimiz shundan iborat edi. Hammangizga rahmat.